Demak, keyingisi, eng muhim qismlardan keyingisi, demak, bu xodimlar qo'shish. Bilasiz, Worklead CRM'da hech qanday chek-chegara yo'q. Qancha xodim qo'shsangiz ham, demak, bo'laveradi. Ya'ni, qancha xodim qo'shishingizdan qat'iy nazar bir xil oylik to'lov to'laysiz xolos. Ya'ni oylik narxlarimiz xodimlaringizni har biriga $60 dan $70 pul olish bilan shug'ullanmaymiz. Sizga eng zo'r bo'lgan CRMni beryapmiz. Men o'zim Amo CRMni, Bitrixni, juda ko'p CRM foydalanib ko'rganman. Hattoki HubSpot degan CRMni foydalanib ko'rganman va eng monday.comni foydalanib ko'rganman. Eng yaxshisi va eng soddasi va eng biznesingizga foyda beradigani mana shu CRM deb topganman. Chunki biz hech qanaqa xodimlarga alohida pul to'lamaymiz. Demak, bu yerga xodimingizning ismini yozasiz. Masalan, Mardon, masalan, Mardonov familiyasini yozasiz, emailini yozasiz, masalan, jumanazar@gmail.com. Men bu yerga nomerini yozib qo'yasiz. Demak, nomerini va undan tashqari mana bu yerga parol terib qo'ysangiz bo'ladi. Parol tersangiz, parol tergan bilan emailini orqali kiradigan bo'ladi. Telefon raqamini yozsangiz, yaxshi telefon raqami orqali ham, masalan, kirayotgan paytda sizni biznesingizda ma'lumotlari juda ham muhim. Endi har safar emas, bir marta kirishda kod orqali so'raydi. Yangi kompyuterga o'tadigan bo'lsa, yana bir marta, demak, SMS yo bunga so'raydi. Shuning uchun shu narsasini qilib qo'ysa yaxshi. Kalendar tanlashda, kalendar tanlab qo'ysa bo'ladi, uchrashuvlar belgilash uchun. Demak, keyingisini bosamiz. Endi qarang. Keyingisini bosganda muhim narsa admin yoki user. Odatda sotuvchilar user bo'ladi. Demak, faqat o'zini ma'lumotlarinigina ko'rsin deb turib, keep the checkbox disabled if you want the user to have access to all records in the account, or enable the checkbox to limit their visibility to the only records assigned to them, such as tasks, contacts, opportunities, calendars, etc. So for admin users, only assigned data is currently applicable to tasks, contacts. Demak, umuman olganda xodimlar qiladigan bo'lsak, mana buni qo'yib qo'ysak, faqat o'ziga biriktirilgan zadachilar ko'rinadi. Endi sun'iy intellektlarda deyapti, boshqara olsin, ya'ni ovoz bilan call centerda sizni xodimingiz bo'lib ishlaydigan, ya'ni sun'iy intellekt telefon qiladi va xuddi sotuvchingizga o'xshab gapiradi. Sun'iy intellekt sotuvchi deymiz buni. Agar buni ko'ra olsa, boshqara olsa, demak, qilsa bo'ladi. Sun'iy intellektni maqsadlari to'g'risida, sun'iy intellektni, demak, ovozini boshqara olsin, dashbordini boshqara olsin. Bunisi chatbot, conversation AI, ya'ni chatbotini boshqara olsin degan narsa. Umuman olganda buni yoniq qoldirib olsak ham bo'ladi. Bu ham account settings ham yoniq turaveradi. Men odatda bularni, demak, teginmayman va turaveradi odatda. Qiladigan ishim shu, faqatgina vazifasini qilib qo'yish. Yana qaysidir joylarda, masalan, kerak bo'lmasa sizga, masalan, aytaylik, nimadir narsani qila olmasin, ko'ra olmasin desangiz, o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Biz hech qanday funksiya yashirib qolmaganmiz. Ya'ni, agar bizni mana bu tarifimizni oladigan bo'lsang, $97 tarifini oladigan bo'lsang, 3 ta funksiyamiz, undan keyingi tarifini oladigan bo'lsang, 5 ta funksiyamiz bor deb qo'yilmagan. Faqat sun'iy intellektga alohida pul to'lash kerak. Nima uchun? Chunki sun'iy intellektdan biz ham alohida pul to'laymiz. Shu sabab. Demak, ya'ni sun'iy intellektga o'zimizda ham xarajatlarimiz bor. Agar endi sun'iy intellekt to'g'risida gapirib ketar ekan, bitta og'izda gapirib ketaman. Dubayda sun'iy intellekt qilish bo'yicha taklif bilan chiqayotgan kompaniyalar bir martalik sun'iy intellektni qo'yib berish narxi $20,000 va har oyga $600 premyerni xarajat qilish, to'g'ri sun'iy intellekt ishlab turishi uchun deydi. Bu yerda esa bor yo'g'i $197 siz sun'iy intellektli bo'lgan tarifimizni hozirchalik ishlatishingiz mumkin. Keyinchalik narxi $297 ko'tariladi. Demak, xodimlaringizni sonini qo'shib ketaverasiz, hech qanaqa chek-chegara yo'q. 100 ta xodimingiz, 1000 ta xodimingiz bo'lsa ham, demak, xuddi shunday tartibda qo'shib ketasangiz bo'ladi. Boshqa rahmat.